Assalomu alaykum shirintoy, aqlli, bilimli bolajonlar. Yaxshimisizlar? Bugun sizlarga Mehr urug'i nomli ertakimni o'qib beraman. Qadim zamonda bir badavlat odam bo'lgan ekan. U bir kuni tush ko'ribdi. Tushida bozorda yurgan emish. Bir do'konning ichiga kiribdi. Sotuvchi chol unga peshvoz chiqibdi. Nima kerakligini so'rabdi. Haligi odam: "Men boy badavlat odamman. Hech narsaga hojatim yo'q. Shunchaki aylanib yuribman-da", deb javob beribdi. Sotuvchi esa: "Ey o'g'lim, bu dunyoda hamma narsasi bor odam bo'lmaydi. Hatto badavlat odamlarga ham nimadir yetishmaydi", debdi. Haligi odam o'ylab turib: "To'g'ri aytasiz otaxon, lekin menga kerak narsalar bozorda sotilmaydi-da. Men ularning narxini ham bilmayman", debdi. "U narsalar nima ekan? Balki mening do'konimda bordir", deb so'rabdi chol. "Otaxon, ular do'stlik, muhabbat va oqibat", deb haligi odam. Shunda sotuvchi: "O'g'lim, bu narsalar juda arzon, lekin shunga qaramasdan o'ta kamyobdir. Buni qarangki, do'konimda kirib adashmabsiz. Bizda shu narsalar bor, sizga berishim mumkin", debdi. "Rostdanmi? Qani bir ko'raychi", debdi. Chol peshtaxta ostidan bir quticha olibdi va o'sha odamning oldiga qo'yibdi. "Shumi?" hayron bo'libdi kishi va qutichani ochib qarabdi. Uning ichida 3 dona urug' bor ekan. "Bular urug'lar-ku, ularning nima qilaman?" so'rabdi kishi. "Ha, bular mehr, oqibat va muhabbat urug'lari. Ularni har bir odam o'zi uchun o'zi ekishi va parvarish qilishi kerak. Axir siz do'st yor va qarindoshlarning birovnikiga emas, o'zingiznikini bo'lishni xohlaysiz-ku, to'g'rimi?" deb so'rabdi chol. "To'g'ri, lekin men ularni qayerga ekishni va qanday parvarish qilishni bilmayman-ku", debdi kishi. "Gap shundaki, siz ularni yerga ekmaysiz. Bir qultum suv bilan yutib yuborasiz. Qanday parvarish qilishni esa qalbingiz o'rgatadi. Faqat siz unga quloq solsangiz bo'ldi. Ishni orqaga surmay, hozirdan boshlayvering", debdi chol. Piyolada suv uzatibdi va haligi odam suv bilan urug'larni yutib yuboribdi va shu payt cho'chib uyg'onib ketibdi. Ko'rgan tushi haqida o'ylay boshlabdi. O'sha on birdan ko'ziga qari onasi ko'ringanday bo'libdi. Uni anchadan beri ziyorat qilmaganini eslab, shu bugunoq borishga jazm qilib o'rnidan turibdi. Shirintoy bolajon, bilginki,